Assalomu alaykum. Kanalımız abunachilari, sog'lommisizlar. Mustafa yurgan aka-uka opa-singillar. Ko'pchilik aka-ukalarimiz ish so'raganda, aka, monolit ishini chiqaring deb. Mana sizlarga ajoyib monolit ishi do'stlar. Kuniga 5000 rubldan to'lanadi. Nimaga deb so'rasangiz, men hozir aytib o'taman. Kuniga 5000 rubldan kuniga to'lanadi. Sababi bu yerda yatog'i besplatniy, yeb-ichish besplatniy do'stlar. Dokumentingiz yo'q bo'lsa, yangi kelganlar bo'lsa, dokument qilib beradi besplatniy. Bundan tashqari dokument qilmoqchi bo'lsangiz, dokumentingizga yordam beradi. Kuningizga 5000 rubldan pul yoziladi, ofitsialniy dokument bo'lishi shart. Har 6 kunda расчет do'stlar. Har 6 kunda расчет. Hech qanday aldov degan narsa yo'q. Xohlovchilar bo'lsa, ekranda telefon raqamini yozib qoldiramiz. Telegramdan yozing, Umid aka deb gaplashsangiz, sizga ish haqida to'liq ma'lumot beradi. Almaturushik monolit ishini biladigan, keyin montajnik, o'zini ishiga javob beradigan faqat do'stlar. O'zini ishiga javob beradigan, monolit ishini tushunadigan almaturushik, montajnik aka-ukalarimiz bo'lsa, mana bemalol aloqa chiqib gaplashinglar. Kimga ma'qul bo'lsa, yotoq beriladi besplatniy, yeb-ichish beriladi besplatniy. Yangi kelganlar bo'lsa, dokumentingizni qilib beradi noldan taxlab. Undan tashqari, dokument qilmoqchi bo'lib yurganlar bo'lsa, yordam beradi dokumentingizga. Faqat o'zini ishiga javob beradigan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana sizlarga ajoyib ish do'stlar. Ishni borib ko'ringlar, telefonda gaplashinglar. Xullas, videoni podlista qilinglar. Ko'pchilik aka-ukalarimiz ish izlab yurgan bo'lsa, shularga yetib boradi. Kanaldagi uzoqlashmang do'stlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Ishonchli ishlarni chiqarish harakat qilamiz do'stlar. E'tiborlar uchun katta rahmat. Xayr, sog' omon bo'ling.